Assalomu alaykum, yaqin kunlar. Bugungi kunimiz shanba. Ishga oldik, ishlaymiz alhamdulillah. Bu yerda bitta chempion mashinasi bor. Orqa mazatini qo'yib berishyapti, chap tarafdan balon ko'tarib qo'ygan ekan. Bu yerda bo'lsa Tesla Plus, bunga ABS datchigini qo'yib beramiz. ABS datchigi ochib beruvdi. Aşağı zakaz qoldi, olib kelib ishlatib qo'yib beramiz. Kelasizlar. Munosabat ham chilon solib ishlayapmiz. G2 bolalar hozir xato o'yinni ko'rib berishyapti. Bu yerdan yangi olingan, yaqinda olgan ekanlar, yangi nima. Toki ko'rib bering, telarni qarab bering, zamin masalalarni ham qilib bering. Bizlar YouTube, Instagram, Facebook hammasini yozib berdik, prilojeniyalarini. Bu yerda bitta Yuan Plus mashinasi, bolalar hadolar pakkajga qilib berishyapti. Bu yerda nomi esimdan chiqib qoldi, xullas elektromobil, naryoqda Ayitto hadolarni ko'rib berishimiz kerak. Uning orqasida chempionni ham zamin qilib berishdi bolalar, reduktorlarni, moylarini. Bu yerda mashina o'chib turishibdi. Bu mashinaga xizmat ko'rsatib berishimiz kerak. 4 ta mashina, chempion, son plus bu mashinalarga polni xizmat ko'rsatadi. Bu yerda BYD chempion mashina olib qo'yganmiz. Bu chempionni ko'rib turgan bo'lsanglar, polni hali o'yin qilib beramiz olchasini. Hammasini qo'yapti. Lekin balonlarimizni ham qaranglar. Balonlarimiz bitta bo'lgan. Bu yerda ikkita oldi sharovoy ochib beramiz. Ikkita oldi stabilizator stoyka, keyin rechelarni usulinni mamlaqa Mercedes qilingan. Yo usulinni sanib qo'yib beramiz. Ikkita to'liq rezinkali, yoki mamlaqa ichi ochuvli Mercedes sanib qo'yib beramiz. Kim nimani xohlasa shuni qilib beramiz. Ikkita oldi sharovoy, keyin ikkita oldi stabilizator stoyka, mamlaqa originaldan qo'yib beramiz mana. Brendli. Ishlaymiz. Xudo xolasa, kelasizlar. Bu yerda ham 3 ta mashina chiqarib oldik uje. Bu yerda bitta mashina olib qo'yganmiz. Moy poylariga. Bu yerda bitta mashinamiz, bu mashinani hozir